Sinop. To'yingga yetib keldimmi? Onasi. Voy otasi, rahmat. Zaksga nechta mashina aytding? 3 ta. Madam o'g'lim to'yiga nechta aytdi? U 4 ta aytgan. Biz 10 ta aytamiz, tushundingmi? Pulimiz yetami? 20 yil Rossiyaga nima uchun ishladim? Madamindan o'taman deb ishladim. Onasi! Voy onasi! Ha, otasi? To'yiga nechta odam aytding? 300 ta. Madamin nechta aytgandi? 400 ta ekan, 450 tami? Sen 600 tadan chaqir. Yetmasa qo'shni qishloqdan chaqir. Bo'lsa, madaminnikidan zo'r bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Tog'a, raspishkani olib keldingizmi? To'yda ko'rasan qanaqa shikolat olib kelganimni. Mana qara. Sen sunnat bo'lganmisan? Ha. Bo'lmaganingda qo'shib yuborardim to'yga. Otasi men qarang, 2 tagina qo'y so'yamizmi? Madamin nechta so'ydi? 2 ta qo'y, bitta inoq so'ydi. Biz 4 ta buqa so'yamiz. Ha. Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. Zo'rsiz otasi. Menga qarang otasi, mana yerda pista odam turadi. Mana yerda qovun tarvuz, mana yerda suv ichimliklar, mana yerda non, pul, shirinliklar hammasi bo'ladi. Pinchoza salatlardan, xullas dasturxoningiz to'la. Mana yoq bo'sh qolyapti-ku. Shu joyda o'ylamabman-ku. Madamin nima qo'ygani bu yoqqa? Rossiyskiy shikolat qo'ygan. Biz iskoni bonbonidan qo'yamiz. Zo'r vaqtli. Rossiyskidan o'lsa o'ligi ortiq. Raz, brikuch, raz, brikuch. Salashni o'rganyapsanmi o'g'lim? Yo'q. Kim bu Sotako'zi? Artist. Isming nima? Botir Qodirovning shogirdiman. Ismini qo'yib qarab, yo'q. Madamin to'yiga qaysi artist chaqirgandi? Hamdam Sobirov. Undan zo'ri bormi? Inna bilan jahkalik. Bor o'g'lim, chaqir. Zo'r bo'lsin. Madaminnikidan zo'r bo'lsin. Dadasi, bu jahalipingizning qo'shiqlari o'ynab bo'lmayapti. Majbursan endi, o'yna, obro' uchun o'yna. Jahalib, Что там, братан? bu to'yga o'zi qanchadan chiqyapsan? 20 тысяч. So'mdami? Dollar. Zo'lingga, bir 2 soat ko'zimga ko'rinmasa o'ldirib qo'yaman. Jahalib 20 ming dollarga chaqirdi. Nechta qishloqda bitta manma. Sog'inganman ota mehrim, siz onamga o'xshab keling. Otajon, hamma xalq ichida sizga marta sovg'a beraman. Mana shu avtomobil sizga ota. Voy! Kutmagandim, bolam, kutmagandim. Xalq oldida obro'yingni ko'tarib yubording, jon bolam. Rahmat bolam. Kelin qani? Hojatxonaga chiqib ketdi. Bunga o'ynasa bo'lar kerak. Ayna! Inangga rahmat. O madami. To'xta. Cho'ntagingga nima sovg'a olding? Shumi? Stoldagi eng zo'r narsani olibsan-da, ha? Bo'ldi, Sherbutda tan oldim. Qishloqdagi biri sensan, eng zo'ri. To'xta. Zurnoy pasta, rossiyskiy. Nima qilaman men? Kuygan joyingga surtib qo'yasan. Rahmat. To'y bo'lyapti otasi. Inna qizim ketyapsanmi? Да, ухожу. Spasibo. Ertaga kelin salomni ham shu inna qizim aytsin. Voy, salom nima? Da, Деньги есть? много есть. Все, тогда завтра приду. Пока-пока. Завтра. Благодарю. Ha, Maka uy nima sotyapsiz? Jay hali pulini berishim kerak. Sen kimsan? To'yda o'g'lingiz moshina bergan deysizlarmi? Ha. Shu moshina siz nomingizga kreditga chiqarilgan. Xabaringiz bormi? Ota, keliningiz bilan salonga qayerga boramiz biz? Rossiyaga. Nimaga Rossiyaga? Zo'r ish topib beraman. Kelin bilan birga ishlaysan. Hisoblab chiqdim, 25 yil ishlasak, hamma qarzimizdan qutulamiz ekan. Ha, siz ham borasiz-a? Men bormayman. Nimaga? Deport bo'lganman.